Assalomu alaykum barchaga. Meni bir murojaatim bor. Murojaat deysizlarmi, predupredение deysizlarmi? Xullas kalamizdan tushunib olasizlar. To'xtanglar, ko'kragim kengayib qolib, kapitalga yemizurlar, xotinlarga o'xshab ma deb chiqarib beradi-ku. Hayronman, nimaga kengayib qolibdi? Birodar, yemizurmasin. Короче, endi родителida, ota-onalarda hammaning ham qo'liga keladi tug'dirish, chiqarish. Endi sal farzandlaringga, mayda farzandlaringga, bolachalaringga salgir tarbiya beringlar, qulog'iga qo'yinglar. Nimaga desalaring, mashina ketyapmiz, qotgan haydaymiz, shaharga ketyapmiz, peshobod переходdan samokat-ma, velikma, shu bu yoqqa o'tib ketadi. Shu bu yoqqa o'tib, hali biz qoraymiz, ko'zimiz bor, to'xtaymiz, shu bu yoqqa o'tadi. Tushuntiringlar, peshobod переходdan o'taman, yo'ldan o'taman, samokat-ma, velikma, samokat ta shuna tez ketib uchadi. Birinchi peshobodni переходga olib kelganda o'ngga, chapga degan narsa bor. Sprava, sleva qarasin, mashin bormi, yo'qmi? Bir to'xtasin, keyin peshkom, lup peshkom o'tib ketsin. Peshobodni переходdanmi, yo'ldanmi? Nidoyevo xudo ko'rsatmasin. Bir turtib olsa, birintasini go'daginida bizning ham farzandimiz bor. 10-15 yil ketamiz-da, ne za что? Bir parasyonikdi deb 10-15 yil ketamiz. Alloh akbar-da. Qaramat dedi, urvat dedi, bilmaydi-ku uni haligi nimasi parasyonik go'dagi haligi pashaday o'tganda, yo'ldan pashaday bu yoqqa uchadi. Bu yoqqa ko'zingiz ilashmay qoladi. Xudo saqlab qoladi, salgina. Bu yoqqa velik samokatni salga tushuntiringlar, shu bolachalarga tushuntiringlar. Peshkom o'tsin, bunday qarab, peshobod переходga keldi, o'ngga qarasin, chapga qarasin, peshkom o'tsin. Ruschasiga ham tushuntirayman. Уважаемые родители, свои ребенка объясните, пожалуйста, когда пройдет, да, они пешеходный переход, пешком, пускай это проходит пешком. Сначала справа смотрит, потом налево, потом пешком. Не как комары летают, самокаты великим, направо, налево. Не дай бог что-то случится, да, потом скажет: «Вай, моя сын избили, моя дочка избили, не смотрели». Не знаете, что ли, ваши ребенка, как это комары летает, пешеходный переход, справа и слева. Пожалуйста, у нас тоже дети есть, мы не хотим. Вот такое место сидит.